Omil aka, yosh qassoblarga kerak bo'ladigan 3 ta maslahat bering. O'zim maslahat beradigan yoshda emasman, 70 yosh emasman, 33 yoshman. O'zimning fikrimni bildirib ketaman, 3 ta fikrimni. Birinchi o'rinda ustoz tanlashda adashmasin, umuman adashmasin. Ikkinchi o'rinni halolligiga qattiq e'tibor bersin. Iloji boricha yomon narsalardan chetda yurib, quloqni shundoq paxta tiqib yursin, iloji boricha. Quloqiga paxta, ko'ziga ashki taqib yursin, kerak bo'lsa-da. Uchinchisi, qo'y so'ysa ham ozada sekin so'ysin. Klientga ozada bo'lib sekin so'ysa ham, ani chiroyli chiqsa klient xohlaydi. Tez so'yib qilganning foydasi yo'q. Xudo hozir qachondir tezlashib ketadi, skorsi. Lekin hozirgi yosh qassoblarga sekin so'ysa ham ozodaligiga e'tibor bersin, qo'yib klient yonida turganda iloji boricha qo'llariga, ishlariga, qillariga har bitta klient qassob ketgandan keyin go'shtga razm soladi, qili bormi, yo'qmi? Qoni bilan qili bormi, yo'qmi deb polibomu xonadon egasi qaraydi bu narsaga. O'shaning uchun ozodagaligi eng kerakligi ozodgarchilikda. Qolganlari endi bu maslahat, o'zim fikrimni aytib ketaman. U yoshda bo'lmasam ham to'g'ri qabul qilasizlar. Boshimdan o'tgan narsamni aytib ketaman.